Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, kanalimizga kuzatuvchilar. Dastlabki sunuqlarimiz davom etadi. Bu safar dastlabkimiz Farg'ona viloyati o'sha mashhur Oltiariq tumanida akalar ikkita oppoq eshiklarimizni o'rnatib berdik, bir qanotli. Bo'yi juda ham baland bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Uy ham juda ham baland, chiroyli holda solingan ekan, bo'ylariga mos tushdi. Eshigimiz bo'yi 285 ga, eni 95 razmerda bo'ldi. Hop, tilla taroqli uslubda, yangicha uslubda ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda chiqdi. Sifatiga e'tibor berasiz alohida akalar. Rezinkalar bilan, qora matviy zamoylar bilan o'zimiz kelib oynalari bilan dastavkalarni qilib o'rnatib berdik. Chiroyli holatda penalarni qilib qo'ydik. Hop, kimga qanaqangi rang fasollar zarur bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Nomer qo'yib qo'yamiz. Nomerimizda imo ham bor. Chet elda yurgan akalarimiz videolarimizni ko'rishsa, xudo xolasa chiroyli holatda kataloglarimizni tashlab beramiz, ko'rib murojaat qilishlari mumkin. Unda xolasa kuzatishda davom etasizlar. Kanalga a'zo bo'lmagan akalarimiz a'zo bo'lib qo'yasizlar. Yangi fasol ranglarni kuzatib borish uchun akalar sog' bo'linglar.